yo'lda ustidan eng arzon narxga 8 sotixlik hovlini ikki taraflama ko'chasi bilan, ishoning bunaqa narx bilan Navoiy shahar topolmaysizlar. Pul kerak, sotilyapti. Masala shu. Общий ma'lumot sifatida aytib o'taman. 20 eni, 20 bo'yi turburchak korobka holatda turibdi. Bitta binoni tashab qo'yganlar, uni ham ko'rsataman. Bu Farhod savxoz Yangi yo'l. Ko'rtusizlar, mahallamizda mana shu yerda. Bu birinchisi. U tarafda ham ko'cha bu. Demoqchi bo'lganim, agar sizlar mobodo aka ukalarga, liba bitta oila bo'lib ikkiga bo'lsangiz ham 190 million so'mdan to'g'ri kelyapti. 4 sotig'iga. 8 sotiq bitta kadastr bilan. Bunaqa narx bilan ishoning siz 7 buklab ham topolmaysiz. Aka, shoshilish kerak. Eng oson aytaman, Sarxat ko'chasi 65-xonadon. Undan ham oson aytaman, konkretno sizga ana shu obyektni egasini nomerini qo'yaman. Adres qilib aylanib kelsangiz ham Xudo rozi bo'lsin bizdan. Hovlimizdan konkretno sizga ikkinchi darvozaxonasi ana shu taraf. Polностью ana shu sizga tegishli. Bu ko'chamiz esa Mirzo Ulug'bek ko'chasiga to'g'ri keladi. Ko'chani o'ziga e'tibor qilasizlar, polностью hovlilar turibdi, odamlar yashab turgan holatda turibdi. Mana darvozaxonasi ana shu yerdan tushadi. Hovlimizning konkretno ichki qismi bitta korpus tushgan, ikkita xona. Agarki qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz davom ettirasizlar, xohlasangizlar 0. Mana turburchak konkretno holati. Atak bemalol ikkiga bo'lib, agar ikkita xo'jalik qilaman desangizlar ham, bitta darvozaxonalar bu tarafda, bitta darvozaxonasi u tarafda. Endi aytinglar, 190 million so'mga, misol, agar bu o'tgan tema bo'lsa, ikkiga bo'lsangizlar, kim sizga beradi? Savdosini qilib, savol javob qilib, to'g'ri kelsa olib baraka topinglar. Sizlar faqatgina bittagina duo. Yetsa.